yondashuvlari. Ushbu videoda biz ijtimoiy caseworkning turli yondashuvlari haqida so'z yuritamiz. Qaysi yondashuv qo'llanilishidan qat'iy nazar, ijtimoiy caseworkning 4 ta asosiy tarkibiy qismi har doim mijozning holati va ehtiyojlariga mos bo'lishi kerak. Jamiyat zamonaviylashib, shaharlashib va sanoatlashgan sari yangi ijtimoiy muammolar paydo bo'ladi. Mavjud muammolar esa yanada chuqurlashadi. Qishloq joylardagi kuchli oila va jamoa qo'llab-quvvatlash tizimlaridan uzoq bo'lgan shahar aholisi ko'pincha ijtimoiy yolg'izlikka duch keladi. Shahardagi yashash uchun kurash esa ayrim hollarda psixososial muammolarni keltirib chiqaradi. Ana shunday insoniy muammolarni hal etish uchun ijtimoiy ish sohasi vaqt o'tishi bilan rivojlanib, yanada murakkab va ixtisoslashgan aralashuv usullarini ishlab chiqardi. Filippin jamiyatida erkaklar, ayol va bolalar, yoshlar hayotida ta'sir qiluvchi ijtimoiy muammolarni ko'payish turli xil davolash va yordam yondashuvlarini talab etadi. Ushbu videoda biz quyidagi ijtimoiy casework yondashuvlari bilan qisqacha tanishamiz. Funksional yondashuv, muammo yechishga yo'naltirilgan yondashuv, psixososial yondashuv, vazifaga yo'naltirilgan yondashuv, inqirozga aralashuv, oilaga yo'naltirilgan yondashuv. Funksional yondashuv mijozning ijtimoiy xizmatlardan samarali foydalanishga qaratilgan bo'lib, bu ijtimoiy ishchini va mijoz o'rtasidagi individual muloqot orqali amalga oshiradi. Bu yondashuv Smeli tomonidan ishlab chiqilgan, unga ko'ra xizmat ko'rsatish jarayonida aralashuv asosida markaziy hisoblanadi. Filippinning keng tarqalgan qashshoqlik sababli ushbu yondashuv uzoq vaqt davomida etgan. Muammoni yechishga yo'naltirilgan yondashuv Helen Harris Hellman tomonidan ilgari surilgan ushbu yondashuvda muammoni hal etish jarayoni asosiy aralashuv vositasi sifatida qo'llaniladi. Yondashuv shuni nazarda tutadiki, shaxsning muammolarini mustaqil hal qilish ko'nikmalari ishlamay qolgan, zaiflashgan yoki moslashuvchan bo'lmay qolgan bo'ladi. Shu sababli u ijtimoiy xizmat tashkilotiga murojaat qiladi. Ijtimoiy ishchining vazifasi mijozga ilmiy va tizimli muammo yechish bosqichlari orqali yordam berishdir. Bu tajriba kelajakda ijtimoiy ishchi yordam bermayotgan paytlarda ham mijoz uchun foydali bo'lib qoladi. Sotsial yondashuv, shuningdek diagnostik yondashuv ham deb ataladi. Ushbu yondashuv Gordon Hamilton tomonidan ishlab chiqarilgan. U insonning ichki dunyosi, ya'ni hissiy, ruhiy va ijtimoiy holati hamda ijtimoiy muhiti bilan o'zaro munosabatda e'tibor qaratiladi. Psixiatriya va klinik muassasalarda qo'llanilgan bo'lsa-da, hozirda Filippinda ushbu yondashuv travmatik holatlarni boshdan kechirgan mijozlar bilan ishlash keng qo'llanilmoqda. Zo'ravonlik va ekspluatatsiya, oiladagi zo'ravonlik, qurolli to'qnashuvlar, siyosiy nizolar, kuchli tanovvut kabi tabiiy ofatlar kiradi. Yo'naltirilgan yondashuv Reid va Epstein tomonidan ishlab chiqilgan vazifaga yo'naltirilgan yondashuv eng zamonaviy yondashuvlardan biridir. Bu yondashuv mijozga qisqa muddat ichida o'zi tanlagan aniq va cheklangan maqsadlarga erishishda yordam berishga qaratilgan. Unga ko'ra qisqa muddatli ichida o'zi tanlagan aniq va cheklangan maqsadlarga erishishda yordam berishga qaratilgan. Unga ko'ra qisqa muddatli yordam ham uzoq muddatli yordam kabi samarali bo'lishi mumkin. Shunda muayyan xulq-atvorni o'zgartirish yoki ijtimoiy va jismoniy muhitni yaxshilash uchun mijozga aniq vazifalar yuklatiladi. Inqirozga aralashuv Gallen ta'rifiga ko'ra, inqirozga aralashuv bu shaxs hayotidagi keskin ruhiy tenglik davrida uning psixosotsial faoliyatiga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan ijtimoiy ish usulidir. Ushbu yondashuvni asosiy maqsadlari stress hodisalarini darhol salbiy oqibatlarini kamaytirish, shaxsning yashirin imkoniyatlari va resurslarini ishlab, inqirozni samarali yengib o'tishga yordam berish. Oilaga yo'naltirilgan yondashuv. Oilaga yo'naltirilgan yondashuvda asosiy e'tibor oilaga qaratiladi. Garchi ijtimoiy ish casework individual shaxs bilan ishlash nazarda tutsa-da, ijtimoiy ishchi mijozni o'rab turgan muhitni ham hisobga olishi zarur.
Hartman va Laird ta'kidlagandek, ushbu yondashuv oilalarni aralashuv markaziga qo'yadi. Bu shaxsni oilaga bo'ysundirish degani emas, balki insonni u mansub bo'lgan eng yaqin va ta'sirchan tizim, oila doirasida tushunish va qo'llab-quvvatlash zarurligini anglatadi. Xosa qilib aytganda, turli ijtimoiy keyswork yondashuvlari ijtimoiy ishchilarga mijozlarning ehtiyojlari va holatlariga mos ravishda samarali yondashuv ko'rsatish imkonini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.